Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan O'zbekistonda va dunyoda bo'layotgan so'nggi xabarlar. Biz o'z ishimizni boshladik. Azizlar, xabarlarimizdan to'liq ma'lumot olish uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachalarini bosib qo'ying. Azizlar, og'ir judolik bo'ldi. Ta'ziya bildiramiz. Shahram G'iyosov og'ir judolikka uchradi. O'zbekistonlik taniqli bokschi Shahram G'iyosovning 2 yoshli qizi vafot etdi. Bu haqda bokschining Instagramdagi muxlislar sahifasi xabar berdi. Manbaga ko'ra, bir necha kun avval bokschining qizi olamdan o'tgan. Hozircha qizaloqning o'lim sababi ma'lum emas. Qayd etish joiz, 31 yoshli G'iyosov 12 aprel kuni AQShning Nyu-Jersi shtati Atlantic City shahrida tashkil etiladigan Profbox oqshomida ringga ko'tarilishi belgilangan. Uning bo'lajak raqibining nomi hozircha ma'lum qilinmagan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.